Assalomu alaykum. Ikra oldi qarindoshlar, hammalarga mushvat xayrli bo'lsin. Abdurim G'aniydan sizlarga salom. Assalomu alaykum Rizvangul xonim. Ekranimizga xush keldingiz. Alaykum assalom. Bugun Rizvangul xonim bilan olib borgan suhbatimiz Xitoy hukumati g'oyib qilayotgan yoki gunohsiz qamalganlarni BTTga tizim chaqiriq haqida 3 kun burun Rizvangul xonim o'ziniki Facebook sahifasida bu vaqtda maxsus bir chaqiriq e'lon qildi. Bu chaqiriq e'lon qilganning yog'i dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimiz buning jiddiy shaklda inkas qilib aloqalashib bu faoliyat haqida bir tafsilot tushuncha berishni so'raganlik uchun bugun Rizvangul xonimni biz alohida taklif qildim. Assalomu alaykum Rizvangul xonim. Avval siz ekran tunji qatim chiqishingiz. Shuning uchun avval o'zingizni bir tunishtirib o'tgan bo'lsangiz, undan keyin biz suhbatga o'zil kelsak. Rahmat. Bo'ldi. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abdurim, rahmat mush fursatni hammamizga yaratib berganingizga. Ko'pchilik bilgandek, mening ismim Rizvangul Nurmuhammad, o'zim Uyg'ur. Vatanning Börtlardan, Jonlar Atishdan, men lekin Börtlar tug'ilib cho'g'ilgan. Vatanda oliy maktabni avval mana tanishdik, nima yuqori o'qiymiz, tayyorlik sinflaridan juda, undan keyin to'liq kursni Beijingda o'qidim. Burun Beijing Chuanbushu yandaydi, hozir Communication University of China deydi ekan. Endi u yerdan o'qish bitirib bo'lgandan keyin atalmış Şinjan televiziya stansiyasida ishladim. Undan keyin Yangi Zelandiyaga o'qishga chiqdim. Magistrlik o'qishni shu chog'da planlab, undan keyin Yangi Zelandiya hukumatining o'qish mukofot puli bilan u yerga xalqaro aloqa kasbini o'qishga chiqdim. Undan keyin o'qish bitirib bo'lgandan keyin u yerda ishlabdim. Ikki cho'nroq hukumat organlarida ishladim. Birisi ijtimoiy taraqqiyot organi va ministerligi, yana birisi iqtisod ministrligi. Iqtisod ministrligining ostida ko'chman idorasi bor. Shuningda ishlab, undan keyin uzun tarix bu. Undan keyin shu qirg'inchilik boshlanib ketdi. Men nima qilsam bo'ladi deb o'ylanib, oxiri yana bir o'qish orqali bir kasbimni o'zgartmoqchi bo'ldim. Shuning bilan Amerikaningki Fulbright o'qish mukofotiga iltimos qildim. Alhamdulillah, uni qo'lga keltirgandan keyin Beijingda Beijingdayman. Amerikada Cornell universitetida ommaviy boshqarish kasbi bilan yana bir masterlikni tugatdim. Uni o'qigandan keyin birdan bir mahsulotni bir fondini tizimga oldirib, shuningda boshqa taraqqiyotga oid proyektlarni mang'izyapman. Uni o'qishni bitirib bo'lgandan keyin nurg'un qarindoshlar doktor deb chaqirib, meni bak avval qilatdi, shunday bo'ldi. Doktorlikni o'qisam bo'lmabdi deb doktorlik iltimos qildim. Doktorlik o'qishni orzuyim bor o'zimning ammo hozir shu Angliyada shu maqsadda turibman. Angliyada siz doktorlikda tadqiqot o'qiyapsiz shunda. Siz burun Amerikada bir hozir Arslayda ishlayotgan ashyodan bir ishladingiz-ku deyman bir mezgil. Amerikada Musulmonlarning bir cho'ng bir nimasi-ku, umi bir o'rni-ku deyman. Amerikada o'qish bitirib bo'lgandan keyin Yangi Zelandiyaga qaytib ketishning oldida bu organning bir xizmat o'rni chiqdi. Bu organ ham Amerika Tinchlik instituti. Ularning bir programmasida ishladim shu yerda mas'ul bo'lib. Haqiqatan ham muhim cho'ng organ ekan. U Amerika davlatining shu kaynida turib siyosatlarni chiqargan. U yerda nurg'un narsalarni o'rgangan bo'ldim. Rahmat, qisqacha o'zingizni tushuntirib berganingizga. Unda bugungi programmani naq o'ziga kiraylik. Siz 3 kun burun, ya'ni o'zingizning Facebook hisobida Xitoy hukumati g'oyib qilayotgan yoki gunohsiz qamalganlarni BTTga, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizim haqida bir chaqiriq e'lon qildingiz. Bu chaqiriqqa jiqadan ko'rib nurg'un inkoslar, men bilan ayrim inkos uchun qolgan bo'ldi. Bu haqda bir suhbat qilib boqqan bo'lsangiz, bu nima to'g'risida bir tafsilot bilib boqqan bo'lsak. Mening bilishimcha siz mushilni 9-oyda qo'ydim bir qatim BDTga bir yig'inga borgansiz deb. Shu yerda berish jarayonida ozroq mushtaq
berib bilan mushta bir ishni qilayotganligingizga ozroq bir xabarimiz bor. Mush haqida o'zingizga tafsiliy bir tushuncha bersangiz, sizning og'zingizni bir anglayli. Qanday olib siz hozirgacha hech qanday anglab boqqan gap emas ekanchu. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaramog'idagi hamda g'oyib qilayotganlarni yo gunohsiz qamalgan tizimlaydigan bir o'rinning borlig'ini bilmaydi ekanmiz. Hech qanday tashkilot, hech qanday anglab boqmabdi ekanmiz. Bu tunji qatim anglagan bo'lganligimiz uchun bu nayt bir yangilik tuyuldi. Mush haqida bir tafsilroq tushuncha bergan bo'lsa rahmat. Endi buning tafsilotini desak, gapni shu 2019dan boshlasak bo'ldi. Onundan burun hem de 2017'de birinci ayda mening inim Mevlanni tutup ketdi. 2 yıl ötküzüp kaldım. Nemiş qilishimni uqmayam, unusi bir ish qilsam uydagilarga ta'sir bo'ldi deb hammamiz batuğu shu chog'da qo'rqinchlar. Lekin oxir hamda 2019-yili yana bir ishning ta'siri bilan men bir yo'l menib boqay deb mangdim. Shu chog'da men 2019-yili bir advokatning yordami bilan advokatning shu chog'da nayt test topdim. Advokatning yordami bilan enim Nemiş Birleşken Davlatlar Tashkilotiga 4-oyda qo'ydim. 4-oyda tizimlatdik. U chog'da bizning tizimlatgan guruhimiz o'sha majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilmishni bekitish xizmat guruhi, ya'ni inglizchada Working Group on Enforced or Involuntary Disappearance. Shuni tizimlatdik. Shu chog'da ishlar nayt ishtik bo'ldi. Şu 9. biz iltmas sunup bo'lgandan keyin inimninki nadligini surishtirib Xitoy hukumati bilan aloqa qilishga Xitoy hukumati 9-aydan 2-si 2019-yili, ya'ni 5 oydan keyin 4,5 oy hisobda javob qaytdi. Shu yergacha akab qo'ygan bo'ldik. Andan keyin shu Covid boshlanib ketdi dedik, u bu dedik. Shunday qilib bir necha yil o'tib ketib qoldi. Andikin men bu yil 7-ayda men bular bilan qayta aloqa qilishib, bu inimga yana necha yil bo'lib ketdi. Mening boshqa ishchig'ida uchirdim, boshqa hech qanday uchur yo'q. Bu nada nemish qilib, nada o'likmi, turkmi hech qanday ayvon uqmayman deb men sizlar bilan ko'rishma dedim. 100 turani ko'rishmoqchi masala bilan men appointment beringlar dedim. Chunki bularniki bir yilda 3 qitim ochadigan yig'ini bor-ku. Har qitimlik yig'inda bular shunda oilalarga, ya'ni tuqqanlar yo'qolib ketgan oila a'zolariga ko'rishimiz desa appointment nima? Mushta ko'rishma deb qo'yamiz. Men ko'rishma 100 turani ko'rish fursati berdi. Shunda men uni iltimos qildim. Bularga bir mazgilga javob qaytarib bo'ldi, kelsan bo'ldi degandan keyin men o'zim bordim. Ular menga 50 minut ko'rish fursati berdi. Shu ko'rish jarayonida inimning ahvollarini dedim, mushta bo'layotganligini, ya'ni xabar yo'qligini, mana shu turmalarda kamplar tutilganlarning shu yerda tugab ketib qolganligini, ba'zilarning qo'yib berilgandan keyin uzoqcha yashamay tugab ketib qolganligini, ba'zilarniki majburiy emgak silinib, hatto bir kunda shu 10 necha soat ishlatayotganligidek mushta ahvollarni inkos qilib, meni ahvolini xabarini beringlar dedim. Ular shunda buni o'ylashib boqamiz dedi. Ham shu jarayonda biz sizlarning ham peshinlar kelayotgan kunni bilamiz, lekin biz texnik ko'p Uyg'urlardan mush to'g'risida bir uchurlarni anglashni xohlaymiz dedi. Shuning bilan men buni bu bir fursatgan, ham shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mana mushta bir imkoniyat borkan, men bilgan yo'lni men boshqa qarindoshlarimga bildiray. Bir 5 qarindishim bo'lsa-mu, 10 qarindishim bo'lsa-mu, bir iltimos qilib boqsin menga o'xshash deb o'yladim. Qaytib kelgandan keyin shunday qarindoshlar bormidi, iltimos qilish qiziqadigan deb siz qatorliq bir qancha qarindoshlarimizga telefon qildim, aloqalashdim ayrim. Shunday yaxshi ifoda bildirdinglar. Undan sirt yana menga o'xshash, lekin biz burun bir-birimizni bilishmaydigan, ammo menga o'xshash iltimos qilgan qarindoshlarimiz bor ekan, ba'zilari shu ishga o'rindan yoki birisidan qaror ep bo'lgan, ya'ni shu sening tuquning g'oyib qilib o'tilgan ekan yoki majburiy yo'qotib o'tilgan degan qarorlarni ep bo'lgan qarindoshlarimiz bor ekan. Ammo abay deganimda xuddi 2019-yili men duch kelgan o'xshash ular javobni berib bo'lgan ekan, undan keyin nersiga o'tamaydi-ku. Shunday ahvol bor. Ammo bularning bu qitim men bilgan ifodasidan nimani bilgan bo'ldi deganda, bular aning nersiga o'tamagan bilan biz bir ish qilsak bizning ishimizni qo'llab beradi ular. Ya'ni bizning kuchishimiz ularga bir ish qilishga Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'zining ovozini, bizning ovozimizni kuchaytirishga turtki bo'ladi, destek bo'ladi. Mana shu sababdan men ham bu ishni boshladim.
Unda olsa bununki hozir endi siz ola qilishib ikki o'ringa tizib turgan narsa bir jadvalni chiqardingiz. Bu jadval haqida bir qisqa tushuncha bersangiz, bu jadvalni siz yordam to'shqizamsiz yoki iltimos qilganlar o'zi to'shqizamdi? Chunki har qatam shunday bir jadval to'shqizgan shaxsning uchurlarini munosib bir narsa chiqqandan keyin to'g'ridan har xil gaplar chiqadi-ku. Bu uchur nega ketib qoladi? İşençlikmi, işençlik emasmi degandek qilayotgan ishga so'qsi sepgandek bir xil norozilik nuqtasidan turib tanqid qilgan ishonmaslik nuqtasidan turib anaqa ahvollar mavjud ko'ryapmizda. Shunga bu qatim hamda to'plangan jadvalda qanday uchurlar bor, uni siz yordam to'shqizamsiz, siz avat beramsiz yoki kimning urug' tuqqanlari g'oyib bo'lib ketgan bo'lsa, shular o'zi to'shqizib o'zi avatamlar. Endi bir ishni boshlaganda har xil o'y fikrlar, hatto qarshiliklar chiqishi mumkin. Bu normal ahvol. Bu kishilarning shu ishga nisbatan inkos bildirganligini bildirdi. Endi men ishniki tafsilotini tushundirsak, ko'pchilik o'zi bas bo'ldi. Endi bu yerda bir oydinlashtirilishga tegishli ish, bu yerda jadval deymiz, ham uyg'urchada umuman jadval deb ataymiz, lekin bu jadval deganda qaysi jadval to'g'riliq gap qilyapmiz, shuni bir aniq farqlantirishimiz kerak. Siz hozir menga shu safarbarlik jadvalini tushuntiring dedingiz, men shuni tushuntirman. Keyingi qadamda biz jadval deganda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga shu qilib yo'qotib etilgan qarindoshlarimizni tizimlatgandiki shu hujjatni jadval deb ataymiz. U boshqa jadval bo'ladi, ma'nodan boshqa. Nurg'un qarindoshlarimiz shu safarbarlikni taqatgandan keyin biz shu jadvalni topshirdiga o'xshaymiz deb o'ylab qolibdi. Bu xato. Hozirgi bizning ishlar shunday qadam-qadam, garchi kichik bo'lsin-mu, kichik bo'lsin, qadam-qadam ma'noda. Hozirgi tunji qadam nima deganda, endi men bu ishni boshlagan ekanman, zoti qanchalik qarinishim iltimos qilishni xohlaydi, men ularga qanday yordam qilib beraman deganlarni oydinlashtirish bo'ldi. Shuning uchun qarindoshlar shu safarbarlik jadvalini to'shtalsa, menga nisbatan bir statistika bo'ladi, qanchalik qarindosh shuni qisqadi deb. Endi bu yerda bu faoliyatninki nishoni nima desa, ya'ni mening asosli vazifam nima? Sizga o'xshash meni qo'llab berayotgan qarindoshlarimizni hamda biz barabar bir faoliyat guruhi tashkilotimiz hozir. Bunga keyin qadam qilsak bo'ldi. Bizning nishonimiz, ya'ni vazifamiz nima desa, shu mayli ichki tashkilotning o'zi bo'lsin, ya'ni bu nima deydi, xohlagancha tutib turish qilmishni bekitish xizmat guruhi bo'lsin, WGID yoki bo'lmasa majburiy yoki ixtiyorsiz g'oyib qilitish qilmishni bekitish xizmat guruhi, u WGID. Bu ikki guruhlar yonma-yon bo'ladigan guruhlar. Bu ikkisining har ikkilisi bo'lsin yoki bo'lmasa birsiga bo'lsin iltimos qiladigan qarindoshlarninki iltimos qilish jarayoniga yordamlashish. Ya'ni bu ishga asli bular o'ziga bo'ladi. Özünün işi buldu ama biz şu yolunu gösterimiz. Mana qilsiz, ma jadvalni meyerdan topsiz. Mana jadval shu. Undan sırt yana ma jadvalning birinchi savoli ma'lumga, ikkinchi savoli ma'lumga. Chunki bu jadvallar inglizcha. Fransuzcha biladiganlar fransuzcha qo'llansa bo'ldi. Inglizcha o'qig'anlik uchun nurg'un qarindoshlarimiz inglizcha bilmaydi-da, hamda shunday bir sharoit bor hozir. Shunga biz bu jadvaldagi ya'ni A jadvaldagi ikki jadvaldagi uchurlarni birma-bir uyg'urchaga tarjima qilib qarindoshlarga to'rda ko'rish orqali tushuntiramiz buni. Lekin uchurni tushtirish, uni tarjima qilish, hatto Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga topshirish bularning o'zidan bo'ldi. O'zining ishini o'zi qildi bu yerda. Bu yerda bir diqqat qilgan ishlar bor. Birinchidan, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining o'sha ikki guruhiga iltimos sunganda, agar men birisiga vakolatdan qilmoqchi bo'lsam, uningki jarayoni bo'ladi. Ya'ni xuddiylik advokatlar siz uchun bir ish qilib berganda, "Meni vakolatchim" deb qo'l qo'yib berganga o'xshash. Shunday jarayonni besib o'tishga to'g'ri keldi. Bu birisi. Endi bu yerda men ya bir advokat emas, meningki bir nimam bor, aloqat kinishgan bor, guvohnam bor, advokat emas. Shuning uchun men uchun bunday ishni qilish to'g'ri bo'lmaydi. Bu birisi. Ikkinchidan, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti shaxslarni uchirgan sezgur qaraydi. Men ko'chman idorasida ishlab boqqan odam bo'lish suhbatim bilan kishilarningki shaxsiy uchurlarga sezgur qarayman. Telefon nomeridan tortib endi.
Şuna ko'pchilik herkes bir-birisining telefon nomerini so'ramasdan bilmaslik kerak. Demakki, bu ish jarayonida men ko'pchilikka yordam qilaman. Abay deganimdek jadvallarda bu jadval nim debdi, unda bo'lsa jadvalni to'shqizib bo'lgan bo'lsangiz, men uning ishini ko'rmayman-da. Undan so'ng xat adresi. Xat adresiga manda deb yozib, mani siz Word shaklda yoki bo'lmasa PDF shaklda o'zgartirsangiz qilib, xatga avating deyman. Mana shunga o'xshash Mush jarayonda biz yeningizda bor. Siz yolg'iz emas. Iltimos topishmoqchi bo'lsangiz, biz yeningizda bor. Biz sizga yordam qilamiz. Lekin manda shakllarni yordam qilamiz deb mush yo'sinda yordam beramiz. Unda bo'lganda jadvalni to'ldag'icha urug' tuqqanlarning uchuri faqat o'zi bilan shu birlashgan tashkilot o'tirsida bo'lishda, o'tirsa hech qanday bir odamga kelmaydi degan gap emas. Shunda bo'ldi. Shunda bo'lish kerak. Bu ishlarda shunda bo'lish kerak. Endi ko'pchilik o'zining shu Xitoy hukumati yo'qotayotgan qarindoshlarini ismini, ba'zi uchurlarni uni shu jadvalga to'shtirib avatgan lekin bu uchurlarni ala baholab andan keyin Xitoy hukumatiga ma'adam miyadimiga ma'adamning uchurini sen bizga deb surishtirdi uni. Ammo ma palanchi surishtirdi deb ma iltimos sungan adamning uchurini Xitoy hukumatiga yo'llamaydi. Bu ularningki ish qilish mexanizmi shu. Ma tarafga men jiq kirmayman. Bugungi suhbatimiz faqat faoliyatninki yurishtirish to'g'risida bo'ladi. Men jadvalning ichidagi ishchi munosabatlik ishlarga va Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zining xizmat mexanizmi to'g'riliq ishlarga bugungi suhbatga kirmayman. Chunki biz ularni taklif qildik. Bizga mush ishlarni tushuntirib berish to'g'risida ular chorshanba kuni to'rda ko'rishib qarindoshlar bilan uni tushuntirdi. Shunday qo'yib beramiz. Unda bo'lsa hozir birinchi qadamda jadval haqida tushuncha berish bo'yicha ashyo tizimlash haqida chaqiriqimiz haqida. Ham ikkinchi chorshanba kuni yana Birlashgan Millatlar Tashkilotininki mush organlar odamlari bilan yana yepiq shaklda bir suhbat bor. To'g'ri. Bu yerda diqqat qilgan bir necha ish. Birinchisi shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'zi bilan men suhbatga kimlar qatnashadi? Bu suhbatga ashlar qatnashadi, tushuntirib berdiganlar. Andan boshqa mush bizga hozir men mushning qiziqman deb tizimlatgan qarindoshlar qatnashadi. Bu qarindoshlar hozir biraqur tizimlatyotdi. Hozirmi yana tizimlatayotganlar bor. Atganligi kechgacha hamda tizimlatib bo'lganlarga men ilxat orqali hozir biraqur avatib bo'ldim. Yana kechgacha yana qo'shiladi qarindoshlar yana tizimlatgan. Buningda yana bir nechta chiqqan bor. Avval jadvalni shu safarbarlik jadvalini to'shtiramiz. Undan keyin men unda bo'lsa siz meni to'shtiribsiz. Rahmat. Endi bizniki aloqamizning qulaylik bo'lishi uchun bu bizning to'pimizga qo'shiling deb to'pga qo'shilish ulanmasini avatib berma. Qolgan gaplarning hammasi shu ulanmadi bo'ldi. Endi men chorshanba kuni ichiladigan yig'inga bu yig'inning vaqti zot konkret vaqti qachon bo'ldi? Birlashgan Millatlar Tashkilotining kim keldi bu uchurlarni hozir demaymiz. Shu yig'inga qatnashuvchilar, ya'ni shu to'pga kirib bo'lganlar shu chog'da bo'ladi. Unda qarindoshlar, ikronli qarindoshlar mana bir muhim bir uchurkan, shundaqla muhim bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining odamlari bilan bemalol kurish fursati bo'lgan shunaqa bir uchrashuvlar chorshanba kuni. Buning uchun qarindoshlar eng avval o'sha Rizvangul xonim o'ziniki Facebook'da ham bahirlagan, men o'zimnikini ham bahirlab qo'ydim. Shu yerda bir jadval bor, shu jadvalni to'ldirib qo'ysanglar, Rizvangul xonim sizga bir ulush evat ekan, ulushdan bir to'p kirdi ekansizlar. Ana shu to'pning ichida chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotininki mush g'oyib qilayotganlarni tizimlash organi bilan gunohsiz qamalganlarni tizimlash organining odamlari bilan bevosita uchrashadigan shu yig'in qatnasha oladi degan gapda, to'g'ri yig'iniga shunaqa qolgan narsa shu yerda bo'ladi degan gap. Ana qolgan gaplarni ana shu yerda Rizvangul xonim tarjimonlik qilib tushuntirishlar, shu haqlarni Birlashgan Millatlar Tashkilotining xodimlarining og'zini aniq anglaymiz ana keyinda. Buniki kim qadam bosqichda qanday qiladi degan savollarimizni shulardan so'rayotganmiz. Unda qolib qolsa bugungi mush nuqtada to'xtalaylik. Boshqa videoni taqib qo'ygan qarindoshlar, Xitoy tajovuz hukumati necha millionga Uyg'urni jazolarga sulab, necha millionga Uyg'urlarni xonavayron yo'q qilyapti. Men o'zimizning urug' tuqqanlari bo'lsin va ya tunishlarimiz, atrofimizda turgan do'st birodarlarimiz, qo'lim qo'shnilarimizningki g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan turumlar begunoh yetayotganlar qolib qolsin, ashlarning tizimligini birayli. Bu tizimliklarni menga bermaysizlar, Rizvangul xonim bermaysizlar, Birlashgan Millatlar Tashkilotininki
g'oyib qilib etilganlar bilan gunohsini qamalganlar shu ishxonasidagi shular bir ekanmiz. Ular qanday qildi? Xitoy hukumatiga ma odamni qayerda deb ularniki izdirgini qilgan gap. Bundan boshqa Rizvan xonim degandek har yil 3 qatim Birlashgan Davlatlar Tashkilotida cho'ng yig'inlar ekan. Her qatim yig'inlarda yig'innikini ko'rmaymiz. Mana Adolat Xitoyni qo'llabdi, Adolat Uyg'urni qo'llabdi degandek, ashta nimalar Uyg'urni qo'llab Birlashgan Davlatlar Tashkilotining a'zo davlatlari ikki ayrilib ketgan mana. Shunda bo'lgandan keyin biz Xitoyni ashyoda yolg'onchiligini dunyoga oshkorlaydigan aşı Birleşken Milletler Teşkilatı'ndaki 200 neçe devletten aldığı Xitay'ı şermenlik kıldığı ki bu delil ispatlары yo'qolib ketgan, g'oyib ketgan adamniki tizimligi. Shuning uchun bundan jiddiy qaraylik. Bu orqali biz Xitoy tajovuzchilari hozir o'ziniki Uyg'urlar epirayotgan sharqdan irqiy qirg'inchilikni jinoyatlarni yepayotgan bir mezgillarda, oqlatgan mezgillarda bu Xitoyni kashf qilgan yana bir cho'ng bir shapaloq bo'ldi. Delil isbat topib qoldi. Shuning uchun bunga jiddiy qaraylik. Jiddiy qaraylik. Endi Rizvan xonim sizga yana bir savol so'rasam, siz hozir shu chaqiriq e'lon qilib bo'lgandan keyin qisqa vaqt mezgilida siz bu jarayonda o'zingiz yo'liqqan qiyin masalalar bormi? Siz xalqimizdan nimani kutasiz? Endi har qanday ishni qilgan bir qiyinchilik bo'ldi, bo'libmi mushta bizga o'xshash ahvolda ish boshlashda va qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin endi kichik bo'lsa-mu, eng ishning unumini to'ltiydigan bir qiyinchiliklar, ana buningga necha yilni yozib guvoh bo'lib ketdim. Mush bizning o'zimiz o'zgartiradigan bir qiyinchilik. Bu nima deganda el-xat ishlatish adresi. El-xat ishlatish masalasi. Ko'plagan qarindoshlarimiz el-xat ishlatishga, ya'ni email ishlatishga ko'nmagan. Ama nurg'un xizmat o'rinlarida deyli yoki bo'lmasa qanday yerda bo'lsin bo'libmi g'arb davlatlarida shu el-xat ishlatish nihoyat umumlashgan. Endi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan mush qitimliq faoliyatda mana shuni o'zida email, ya'ni el-xat bek muhim o'rinda turdi. Masalan, hozir bizniki shu tizimlatgan qarindoshlarimiz bor. Tizimlatganlar el-xat orqali tizimlatadi buni. Ammo men shu to'pqa kiringlar deb el-xat avatib bo'ldim. Shundaqdimi nurg'un qarindoshlarimiz tex emailni ko'midi. Bu bir xatolik emas, ammo biz mush el-xat ishlatishga ko'nsak, ishlarimiz unumi xil darajada ko'tariladi deb o'ylayman. Chunki el-xatga javob qaytarmagandan keyin biz birma-bir aloqalashadigan gap, bir qarindoshim bo'lsin, fursatdan kam qolmasin deb, endi bir kichkina yerdan bo'lsin, endi shunda aloqalashgan tursak, siz o'ylab beqing, 50-60 qarindoshimiz bo'lsa qancha vaqt ketadi? Ishning unumi to'lab ketadi. Endi keyin birsiga deb birsiga unutib qolsa qanday bo'ldi? O'chal bizning ko'nglimiz yerim bo'ldi. Mana shunday ish. Shunga birinchisi ko'pchilik el-xat ishlatishga ko'nsak. Andan keyin ikkinchisi buni qaqshigan tariqasida tushunib qolmanglar. Ammo bu haqiqatan bir qiyinchilik tug'dirayotgan ahvol. Nima desanglar? Mush safarbarlik qilish jarayoni bo'lsin yoki boshqa ishlarimda bo'lsin, men avval qarindoshlar shunday savol so'rab qolsa qanday javob beraman deb nurg'un jihatlarni tayyorlik qilib, uchurlarni tayyorlab, andan keyin yezib uni, hatto ba'zi qarindoshlarimga "Men o'qib yiqinglar, uchiqolmagan yer bo'ptimi? Shunda ba'zan ko'pchilik tushunolmaydigan degan yerlargacha biroq tekshirib yetib, andan keyin e'lon qilmanda hamda bu uchurlarni o'zingizmi ko'rdingiz, Facebookdami bir muncha uchur bor, jadvalning ichiga kirgan keyin bir muncha uchurlar bor. Ammo nurg'un qarindoshlarimiz bu uchurlarni o'qimaydi ekan. Bu bek afsuslanarli ish qarindoshlarim. O'qimaydi ekan. O'qimaganning ustiga yana hozir mening qarasangiz telefonim ostilab ketdi. Nima ish qilsangiz WhatsAppdan uchur avatayotgan, Instagramda avatayotgan, Messengerda avatayotgan, nerede meni topsa shu yerda avat deb savol so'raydi. Bu savollarning nurg'unlarining javobi jadvalda bor, Facebookda berilgan uchurlarda bor, chiqargan videolarda bor. Bosh yerda avval shuni bir anglab biqsanglar cho'q qarindoshlar. Undan keyin qarindoshlarimiz men barliq uchurlarni sizga avatib beray. Yoki bo'lmasa jadvalni nega topshirman? Men boshdan oyoq deb kelyapman, men hargiz sizlarning shaxsiy uchurlaringni olmayman. Bo'lib ma faoliyatda u shaxsiy uchurlaringni ilish to'g'ri emas. Ba'zi faoliyatlar ilish to'g'ri keldi. Bu to'g'ri. Uni vaqt kelgan chog'da shu nisbatan tushunadigan bo'ldi. Ammo qarindoshlar, mush uchurlarni bergandan keyin biz avval bir o'qinglar.
Shundaymi ya, uningdagi shu bo'yicha ish qilinglar. Bizniki ishlarimizniki tartibli bo'lishi, kichik qadamlardami bir tartiblik, unumli ish qilishimiz uchun mush ishga bir moslashib bergan bo'lsanglar. Bu jihatga agar diqqat qilmasak, tamchi ko'l to'ldi deb mushtaqiligi tamchi suv toshni teshidi deydi qaras. Men demoqchi bo'lganimni tushundingiz deb o'ylayman. Kichik ishlardimi avar bo'lgan ishlar jiq chiqsa, ishning surati astlab ketadi, unumi astlab ketadi. Biz ish qilmoqchi bo'lgan odamni o'rinsiz oldirib qo'yamiz. Haqiqatan mushkul. Endi til qiyinchilik bu deymiz, ba'zi ishlarni yengib ketgan bo'ldi. Ammo odat xarakterlik ishlarda, o'zimiz o'zgartiradigan ishlarda bu qiyinchiliklarni amal bor tugatishimiz kerak. Endi biz 21-asrda yashayapmiz, ilg'at ishlatishni o'rganmasak. Endi hozirgi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki bu cədvəllərin hamısı İngilizce ya Fransızca dünyada çoğ tillarda endi. Bunun nurgun bizim qarindoshlarimiz hem de İngilizce yaxshi emas. Bu cədvəl to'ldirish jarayonida qiyinchilik uchirdim. Bu masalada qiyinchilik uchrab qolsa bunga siz yordam qilamisiz yoki guruhida mushtaishlarga uchrasa yordam qiladigan ayrim guruh qurib shu guruhni ishlatmoqga e'lon qildingiz. Amsa abay degan gapimning asosida bir tushuncha beray. Bu yerda ikki jadval bor. Ikki o'ringa ayrim topshirilgan jadval. Ammo uningga topshirilgan uchurlar, uchurlar asosan o'xshab ketadi-ku. Asosan o'xshab ketadi. Savol butunlay inglizchada. Mening qildigan bizniki hozir faoliyat guruhimiz shakllanyapti ya. Bizning qiladigan ishimiz ma savol, ma inglizcha savol, buning tarjimasi ma bu. Ya'ni shu savolni tushunishga yordam beramiz. Ammo u savolga tayyorlagan javobingizni o'zingiz yozasiz. Odat uyg'urcha yozib inglizcha tarjima qilamiz-da. O'zi yozadi. Ammo inglizcha tarjima qilishni o'zi qiladi yoki o'zi cho'qim bir tarjimon qarindosh bilan aloqa qilishib shuni qilish kerak. Endi meningmi shunday yordam qilgan bor, inglizcha imkoniyatim bo'lganki uyg'urchani inglizchaga tarjima qilib bergan bor, ammo vaqt yetishmaydi. Buni tarjima qilaman deb va'da berib qo'yib o'tishdan chiqamaydigan ish bo'lib qoladi. Unda siz buni biz shu guruhda deyishib bir necha odamlar bunga yordamlashganda masalan nurg'un qarindoshlarimiz haqiqatan inglizcha qilmaydi, mushtamakish qiyin hal qilganga bizim şu ikra aldığında ko'rgan program ko'rgan qarindoshlarimizni ingliz yaxshilar Zanlı xanım sizlar aloqalashsa men bilan aloqalashsa biz guruhga kirib mushlarda yordam qilganga bir osonlik tug'diraydi hamda. To'g'ri deysiz. Endi qatdan chet elda inglizcha bilan qarindoshlarimiz bor, ko'p. Vaqtmi bir haftada bir yarim soat, bir soat chiqara oladigan qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Bu qarindoshlarimiz agar inglizchaga tarjima qilishga, uyg'urchani inglizchaga tarjima qilishda men yordam qilaman desa, men bilan yoki siz bilan aloqa qilasiz bo'ladi. Undan keyin bu yerda bir diqqat qiladigan ish shu uchur, ya'ni shu jadvalni to'shqizmoqchi bo'lgan qarindoshimiz u butun shaxsiy uchur kiradi hamda rahat bo'lalamdi, bo'lamamdi. Biz tanishtirgan tarjimon bilan. Uni bir agar o'zining imkoniyati bo'lsa, o'zi tarjimoni topsa bo'ladi. O'zi ishongan odam topa olib qolsa yaxshi. Bu yerda ishonch bek muhim. Mayli biz bilan ish qilsin yoki tarjimonlar chiqsin, bu yerda ishonch bek muhim. Shunaqa ishonch muhimda. O'zi topa olib qolsa yaxshi, topolmay faqat men ingliz uqmaydi deb odam topolmadim desa, biz aloqa qilsa, o'sha biz guruhni ochib yordam qilganga odam qilaylik bunga. O'zi elxatni evatdi deylar, o'shada hozir o'zingiz dedingiz emasmi? Birlashgan Davlat Tashkilotininki ikki organga o'zi evatdi dedingiz. O'zi evatib bo'lgandan keyin ulardan bir biz topshirib oldik, yomon narsalarni. Biz topshirib oldik, biz buning surishtirib bo'lsa xabar qilamiz kerak, ular bir kuchur birami yo'qmi? Evatgan bular kim? Biz evatgan narsani bu topshirib olganmidi, olmaganmidi deb hech qanday kuchur kelmay qolib qolsa odam vajib bo'lib evatib qo'ydik, bu ishning foiziga o'xshaydi deb qolgan, bunda bir nima bo'lib qolarmi? Ya bunda avval bo'ldi, bo'lmaydi degan olmaydi. Bo'libmi bu ikki guruhida odam ozchu. Mening bilishimcha, yana bir guruh qanchadan borligini uqmayman, yana bir guruhida faqat 5 odam ishlaydi. Bular hamda butun dunyoda mana bizga o'xshash topshirdigan iltimoslarni topshirib oldi. Bular nihoyat jiddiy ishlaydi. Shunga vaqtida javob qaytarmaslik mumkin. Odatda shundaqmi? Vaqtida bo'lmasa, masalan, bir hafta 10 kun bo'lib qolsa, javob
Yo qaytirdi. Masalan, buningda men yana azroq yordam qila olaman. Nima degan chog'da, odatda hukumat organlariniki javob qaytirish vaqti shu 48 soat bo'ldi, bek tez bo'lsa yoki bo'lmasa 3 xizmat kuni deymiz. Agar juma kuni qilib qolsangiz, cho'qim chorshanba kuni atgarek javob olasiz yoki bo'lmasa 3 xizmatchi shanba yakshanba hisoblamaydi. Ammo endi ma'lumnikida, Birlashgan Millatlarning ahvolida balkim 5 xizmat gruppasi degan xizmat kuni ketishi mumkin. Bu yerda bizning qila oladiganimiz, bular javob qaytarmagan taqdirdami, biz shu 5 kun o'tkazib bo'lgandan keyin 5 xizmat kuni juma qarindoshlar. O'tkazib bo'lgandan keyin unda bo'lsa biz qisqali bir el-xat tayyorlab, men palonchi, men manchinchi aynan manchinchi kuni manchi iltimosni sungandim. Again, mana diqqat qilingizmi, mening gapimga men bu yerda palonining nimasini sungandim deb men so'ramayman ismini. Manchi iltimosni men endi bunda qurilmasini deb birman el-xatniki, qarindishimiz shuni ash tarjimon do'stiniki yordam bilan tarjima qilib, ya'ni men shunda sungandim, sizlar topshirib oldinglarmi, topshirib olgan bo'lsanglar menga bir javobini berib aytgan bo'lsanglar deb bir el-xat yozdi. Javob kelmasa, yana 5 kun keyin yana yozamiz. Ya'ni bu yerdagi eng muhim ish nima deganda, söylab turish. Bu pek muhimchi. Ba'zi odamlar u yerda ishlaydigan odamlar, ular unutib qoldi, hamma xizmat bekorlari unutib qoldi. Ammo bizning qila oladigan ishimiz söylab turish. Men nurg'un qarindoshlarniki boshqa ishlardami bir paranglashib, bir avval egallab, burun maslahat bergan ishlarim bor. Qanday deganda, men topshirdim hamda, va 2 oy bo'ldi, menga hech qanday xabar kelmadi. Bu yerda bu bizning ishimiz. Bizning idora, biz bu o'zimizning ishga o'zimizga chiqishimiz kerak. Mush nuqtadan chiqib turib, biz ishni söylashimiz kerak. U söylaganga ular xaplab ketmaydi. Ya undaqmi hatta xo'sh bo'ldi. Men unutib qolib ekanman, men söylab turdi. Men bu o'zining ishiga ko'ngil bo'ladi ekan deb, menda hatta ijobiy ta'sirini beramiz. Lekin bu yerda qanday bo'lmasin, biz mushu söylab turishni muhim o'rin qo'yamiz. Undan keyin yana bir qilib beradigan ishim, bir qarindoshlarimiz va men 2-3 iltimos sunib etdim. Mushu tizimlatganlarning ichida ba'zi qarindoshlarimiz 10 tuqqunni yo'qotib qo'yibdi mana. Siz mesela 18 dediniz. Maşında yığılıp gelgende hazır bir 70'ten aştı bu sançı. Shunday qildi, ha. Shunday ma'lum bir 15, 20, 30 ma'lum bir gavdilik songa yetgan chog'da men desam bo'ldi. Sizlarning xabaringlar bor. Sizlar ham kelib bizga so'zlab tanishtirish yig'ini qilib berdinglar. Shundan keyin manchilik iltimos sunutilibdi. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Sizlar qanday qilmoqchi bo'lasizlar? Har birisiga ayrim Xitoydan avval so'ramsizlar yoki bo'lmasa bir ularniki allegation deb qo'ydi, general allegation deydigan har xil nimalar bor, mexanizm bor. Shuni qilamsizlar. Yoki bo'lmasa, masalan, yilda abaysizmi dedingiz, 3 qitim yig'in ochdi. Oldimizga kelayotgan yig'inga biror faoliyat o'rlashtira olamsizlar degandek shundoq so'ylab turish bo'lib turdi. Masalan, bu faoliyat degangiz o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'ilajayotgan o'sha binosining oldida namoyishmi hamda o'sha shaklda? U namoyishnimi, unimi o'ylashmaymiz emas, o'ylashimiz. Ammo bu yerda faoliyatning o'zida asosiy qarindoshlarning shu tizimlashiga bog'liq. Bu yaxshi nima ekan? Unda bu narsa bize çarşamba günü siz dediniz ama hozir guruhga kirgan bir necha Uyg'urlar va shular bilan çarşamba günü Birlashgan Davlatlar Tashkilotiniki shu mushchiq munosabat odam bilan biz bir yepiq shakldagi bir to'r yig'inimiz bor-da. Shu to'r yig'inda shu so'rasa qo'lga ishlatdim sen. So'rab, bolalar o'z odamlar bevos so'rab, bu narsaga aniq javob olsak, ani bundan keyin yana xalqimizni bir chaqirib qilishdan tang shu çarşamba günü Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xodimlari bilan ochilgan shu yepiq shakldagi yig'inimizda nima deyishdik? Ular nima dedi? Bo'lsa buni sizlar men emas, yana boshqa shu yig'in qatnashgan bir necha Uyg'ur chiqib, ashar bizning his tuyg'ularini, shu yer so'rgan savollarga javoblarni o'rtoqlashsa, texnik xalqimiz bir ishonch berimizda, ma'nosi mandalqa ishkadan ekran qo'zg'atgani ishomasga rost Birlashgan Davlatlar Tashkiloti odamlar rost paranglashib bunaqa ishganda texnik xalqqa ishonchilib, texnik odamlarni bu imzo bu jadval to'ldirib yo'qolib ketgan, g'oyib bo'lib ketganlarni izdirini qilgan bir bu chaqiriqqa texnik odamlarni ergashtirar ekanmiz deb o'yladim hamda. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida hamda nurg'un
endi cho'ng kichik imkoniyatlar bor. Hammasini tig'i ichib bo'lolmadi-ku. Boshqa nurg'un qarindoshlarimiz, tashkilotlarmi shu jihatdagi imkoniyatlarni foydalanishda kuch chiqaryotidi. Hamda Uyg'ur uchun qanchalik ko'p ish qilsaqmi, shu ko'plik qilmaydi, qilishimiz kerak. Hamda shu tizimlatish ishida hamda qancha ko'p qarindoshimiz tizimlasa, abay deb o'tdim, ikki guruhning shu Uyg'urlarning ishiga jiddiy qarshiga, bularni aldirashda jiddiy mush ishlarga Uyg'urlar chiq iltimos sungandan keyin to'xtabdi deb andan keyin bu ishga jiddiy qaraydigan, mana shunda keyin surivaz bo'lmaydiganligidek bir xil ahvolga tushiramiz ularni. Ular nihoyat yaxshi astoydil xizmat qilgan qarindoshlarimiz bizni vaqt kelgan chog'da va iltimos qilsak karommi deb unda og'irtib qo'ydigan og'rindigan yerga kelib qo'ymaydi deb qarayman. Shu nihoyat kamtarlik bilan bo'pti, biz bir tunishtirish yig'ini qilib beraylik dedi. Demakki, shu tizimlatgan qarindoshlarimiz qancha ko'p bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bizni shular ishlatadigan, biz uchun ovoz chiqarib qiladigan dastiki shuncha kuchli bo'ladi. Shular shu jihatdagi xizmatlarni bir ilgari surishiga turtki bo'ldi deb qarayman. Yani bu vaqtda masalan ilgirma masalan Dünya Uyghur Kurdu Organizasyonu baş teşkilatı yapılsın, BDT'nin yığılığı cık barıda kürevatımız. Biz düşkün resimlerini görmez, aşağıdaki kısa videolarını görmez. Her jilnese bir işkatim barıda bu yığılığı da. Lakin mavaqçı hazır kadar o Birleşken Devletler Teşkilatı'da gayip olup ketkenlerini tizimlaydıgan, yoki günahsız qamalganlarni tizimlaydigan manda bir o'rin bor ekan. Misha g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, urib tuqqanlarni tizimlayli, mushtan bir harakat etib qo'yaylik. Ma vaqtda hech kimda bir ish qilib boqmadi shu bu narsani. Nemish qilib ular bilmamdi yoki nemishi buni qilmaydiganini sizcha buni hozir men tunji anglab yiqishim to'g'ri oldi ekranda qarindoshlarimiz anglayotganda hozir ilgari faqat anglab boqmayotganmiz ham bu narsani. Men siz menga degan vaqtda hayron qoldim-da. Men degan hayron qoldim, uni ilgari men yana shu BDT munosabatli bir idoraning adami izlaganda, shu men ayrim uchur qilib, shu mana degan vaqtda bu nima gap deb qarab Google tekshirib baksam, ashta bir yer bor ekanda, tova bu bunda uqmaydiganimiz bu ishlarnikini deb hayron qolgandim. Buni sizlar kurashganim deb berdim men bu narsada. Nemish qilib o'sha narsani biz havas qilib qolganimiz, buning sabablari nimadir sizcha? Bu yerda tashkilotlarningki bu ba'zi ishlarni qilish qilmasligi haqidagi qarorlarni olishiga men vakolatan javob berolmayman. Uningga ko'z qarashimni ifodalamayman. Ammo bu yerda mening tushunadiganim, men bir fondni mang'izayotgan odam bo'lish siftim bilan shuni deymanki, har qanday tashkilotning, har qanday shaxsningki vaqti cheklik bo'ldi, odam kuchi cheklik bo'ladi. Bo'libmi shu tashkilotni, shu fondni tizimga olganda, men ishlarni qilaman, men ishlarni qilmayman. Bo'libmi men ishlarni qilaman deb bir mundaq tizimlatgan yeri bo'ladi. Shuning doirasining sirtiga chiqadigan ishlarni qilolmaydi. Bu nurg'un sabablar bo'ldi. Bu yerda men hech kimga vakolatan javob berishni xohlamayman. Bu birisi. Ikkinchisi, mening ishni boshlash nuqtam, endi mening ham ish qilish prinsipim nima deganda, paloni ishni qilmabdi deb buni men boshlash nuqtasi qilmayman. Mening ish qilganda boshlash nuqtam nima degan chog'da, xalqning ehtiyoji nada? Xalqning ehtiyojidan boshlab qilaman. Shuning uchun bu yerda men hech qachon hozirgacha mana garchi safarbarlikni payshanba kuni kechga chiqadim. Uningdan burun bir 2 oylik vaqt buni bilan so'zlashib, avvallarni uchurlarni egallab tayyorlik bosqichi bo'lgan bo'lsam, ammo bu jarayonda hech qachon paloni qilmagan to'g'ri, shu qilmagan ishni men qilay degan narsa kallamdan o'tib boqmadi. Nimani o'yladim deganda, men mush ishni bir o'zim beshimdan kechiribdim. Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos qilish, hatto ular bilan ko'rishishni talab qilib, yuzdirani ko'rishish, ulardan ozroq bir umidga sabab bo'lgan bir uchur elish orqali mush tajribani beshimdan kechiribdim. Lekin mush uchurni bilmaydigan nurg'un qarindoshlarimiz bor. Ya'ni bu nima demakchi deganda, ehtiyoj bor bu yerda. Xalqning ehtiyojiga asosan mana mush ish ro'yobga chiqdi. Endi meniki hozirgi bir xil kasbim desam bo'ldi. Kasbim nima desa, mush xalqning taraqqiyotiga munosabatli turlarni, proyektlarni tuzib, uni bir qo'lliq planlab, uni amallashtirish. Ya'ni bunda ishlarda kasb jihatdan xalqning ehtiyojini asos qilish boshlanish nuqtasi bo'ladi. Bu ishtim shunda bo'ldi. Shuning bu aniq olsun, bu yerda abaymi deb o'tdim hatto. Uyg'ur xalqiga qancha ko'p ish qilsaqmi, bu ko'plik qilmaydi. Bizning nurg'un jihatdagi ehtiyojlarimiz bor. Shuning uchun bu yerda bir-birsiga raqobat qilish, yoki bo'lmasa u uni qilmabdi, nima ish qilmaydi.
bundaq ayıplash yoki ag'rinishning o'rniga biz qila oladigan ishlarimizga kuchishimiz kerak. Men shuni deb qo'ymoqchiman. Endi ag'rinish emas, tashkilot millat ishini qilaman deb qurilgan bo'lgandan keyin barliq imkonlardan foydalanib, hozircha bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni Xitoyni xalqaroda rasvo qiladigan, Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'shada rasvo qiladigan, Xitoyning yolg'onchilik oshkorlash uchun mushtaq narsalarniki g'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan, o'lib ketgan odam nihoyat kuchli bir g'ulg'ul qo'zg'atgancha xalqaroda bu narsalarni. Qarang, Adrim, endi agar bu to'g'ri so'zsiz tugamaydi, ammo bu yerda manda gap borchu. Abay deb o'tdim men, lekin gapning yig'inchoqligi shu. Tashkilot olsun, shaxs olsun, qila oladigan ishimizni buldik, qilolmaydigan ishimizni buldik. Ba'zi ishlarni qila olamiz desakmi, vaqt yetishmaydi. Shundaymi? Shunlashqa biz hozir Uyg'ur, bizchu qarang, balki jiq vaqtni biz nima ish qilmaydi? Shunga javob bersin, yoki bo'lmasa tushuntirish bersin degan bilan o'tkazib qolmaylik. Qanchalik ish qilsa olsak, konkret ishni shuni qilaylik. Ammo bir yo'ldagilar bir yerda jam bo'lamiz. Biz Uyg'ur uchun qancha ko'p ish qilsakmi, yana u ko'plik qilmaydi. Biz shunga bu to'g'risida temada ishkilab kirishning o'rniga musha to'xtab qolaylik. Mesela qog'inni chorshanba kuni hali hamma oxir qatim eskartib qo'yib qarindoshlar darhol tizimlab sizlar kechki tizimlab bo'lsanglar Rizvonul xonim bir unishavatib turdi, shu unishdagi guruhga kirsizlar, shu guruhda anakan chorshanba kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining odamlari bilan uchrashadigan bevosita turjig'ini qatnasha olasizlar. Shu yerda qolgan savollaringlarni, bugungidan kam qolib qolgan savollarni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining odamlari bevosita so'rab javob berisha olasizlar. Shuning uchun mana jiddiy qaranglar, taqib qo'yinglar. G'oyib bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan qarindoshlarimizniki ozroq bo'lsa-mu izdirgini qilib, BDT orqali bunga bir yo'lni men boqaylik. Oxir qanday bo'ladi, uni bilmaymiz, lekin o'zimizniki davosiga o'zimiz jiga chiqimiz uchun mushta dalil paketni to'plashga hammamizniki bir-birimizga ehtiyojimiz bor. Rahmat, bugungi suhbatda yaxshi bo'ldi deb qarayman. Siz yutishdan burun men bir deb qo'ygan gapim bor, Abdurim. Endi men mush fursatdan foydalanib, ko'pchilikdan apu so'rayman. Kimdan degan chog'da, menga mush Messengerda, WhatsApp boshqa yerlarda ayrim uchur qilayotgan, hatto o'zining shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizimlatmoqchi bo'lgan qarindoshlarining uchurlarini, shu rasm bir narsalarni uchurdan avatayotgan qarindoshlar men kechirim so'rayman, hech qaysilarga ayrim javob berib bo'lolmadim. Men berib bo'lishimga ko'zim yetmaydi. Bo'lsa sizlar menga bu ayrim uchurni avatgan chog'da cho'qim javob berdi degan umid bilan undaq avatavermanglar. Men rost javob berib bo'lolmayman, oldindan uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Bo'lsa, shu jadvalni tizimlatinglar, shu barobar holda tang mangayli bir qadamdan. Shunda bo'lsin. Andan keyin biz aytib tushdan keyin İstanbul vaqti 11lar bo'ldi deyman. Bir manevr yaparmiz. Manevr deganim hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga xodimlar kelib so'zlagan chog'da shu yig'inning tartibli bo'lishi, qarindoshlarning vaqtida kirishi degandeklar ishlarni biroq praktik qilib bilish uchun deganlikka Istanbul vaqti shunda vaqtlarda bir praktik yaparmiz. Shuning uchun bo'lsa jadvalni safarbarlik jadvalimi? Safarbarlik jadvalini to'shqizmoqchi bo'lganlar bo'lsa adat degan soat Istanbul vaqti soat 10 gacha topshirib bo'lgan bo'lsanglar. Undan keyin topshirsanglar bo'ladi, ammo ba'zi o'qituvchilardan sizlar vaqtida xabar topolmay qolsizlar. Do'stlar, mushuningki ostiga intershikel yo'llab qo'yish narsalarnikini. Nimani yo'llab qo'yamiz deysiz? Jadvalni ulanishini ko'ramay qolib qolganlar. Safarbarlik jadvalini qayta yo'llasak bo'ldi. Yo'llab nim qilib qo'ylar. Bugungi suhbat o'shacha bo'lib qolsin. Shu tizimlilar chorshanba kuni shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti odamlar ham bevosita to'g'ri yig'inga hozir farmoshqadek paranglashib shularni og'zida anglaydi. Shunaqa hammaga. Safarbarlik jadvalini to'shqizib bo'lgandan keyin men to'pni ulanishi abatib birman. To'pga qo'shilish kerak. To'pga qo'shilmasa u chog'da yig'inga qatnasholmaydi. Chunki biz kim qatnashmaydi bu yig'inga? Biz bilishimiz kerak-ku bu yerda. Biz o'zimizning emas, yig'inga kelguchilarning hurmatini, ularning mundaq ba'zi bexatarlikka diqqat qilmasak bo'lmaydi. Shunga jadvalni topshirdim, unda bo'lsa yig'inning ulanmasini qachon avatadiga deb xato tushunib qolsak bo'lmaydi. Jadvalni to'shtiramiz, undan keyin to'pga qo'shilamiz. Shu chog'da biz sizning kimligingizni bilamiz, andan keyin yig'inga chiroylicha taklif qilib barobar qatnashimiz, Alloh buyursa.
Rahmat, hamsa yaxshi suhbat bo'lib qoldi. Qolgan chorshanba kuni shu yig'in tugagandan keyin ikki qism ana keyin uniki yana bir qator xalqimizga 700 ga yaqin yana bir suhbat qilamiz hamsa. Bo'ldi, shu joyga kelganda deyishamiz. Qani so'ragan savollarimiz ham savolimni tushunadi. Sizning boshqa deydigan gapingiz bo'lmasa, programmachini axlashtiramdi. Bo'ldi. Ma'qul hamsa. Rahmat. Rahmat. Ma'qul.